Assalomu alaykum. Men Habibullayev Shodiyorbek, Kimyo texnologiya instituti neft-gaz texnologiyalari fakulteti 22-21 guruh talabasi. Menga berilgan mavzu kondensatni barqarorlashtirish qurilmasi. Kondensatni barqarorlashtirish qurilmasi 1986-1993 yillarda qurilgan. Uning ishlab chiqarish quvvati yiliga 800 ming tonna tashkil etadi. Qurilma ishlab chiqaradigan asosiy mahsulotlar barqarorlashgan gaz kondensati va propan-butan aralashmasi. Dastlab nobarqaror gaz kondensat 30 gradus harorat bilan B701 shamolatgichga beriladi va undan so'ng maxsus quvurlar yordamida ikki qismga ajraladi. Asosiy qismi T701 teplomeniki orqali 120 gradus haroratda qizdiriladi va K701 detonizatorning 19, 21 va 23 tarelkalariga uzatiladi. Ikkinchi qismi esa sovuq sug'oruvchi sifatida K701 detonizatorning yuqori qismiga beriladi. K701 detonizatorning gulxoy qismidan 190 gradus harorat bilan H701 nasos yordamida P701 pechiga beriladi va P701 pechida 265 gradus haroratgacha qizdiriladi va K701 detonizatorning gulxoy tarelkasining tag qismiga beriladi. K701 detonizatorning tag qismidan chiqqan suyuqlik K702 stabilizatori uchun asosiy xomashyo hisoblanadi. K701 detonizatorning tag qismidan 230 gradus harorat bilan suyuqligimiz K702 stabilizatorining 14 va 16 tarelkalariga beriladi. K702 stabilizatorining gulxoy qismidan H702 nasos yordamida 220 gradus harorat bilan P702 pechiga beriladi va P702 pechida 250 gradusgacha qizdiriladi va K702 stabilizatorining gulxoy tarelkasining tag qismiga beriladi. K702 stabilizatorining ko'p qismidan chiqqan suyuqlik T701 teplomeniki orqali A va A701 aerosovutgichdan o'tib T702 issiqlik almashgichida 38 gradusgacha sovitilib, neft mahsulotlarini saqlash va jo'natish parkiga yuboriladi.